Assalomu alaykum yurtdoshlar. Artel TK100FP kir mashina qildi. Mana bunday переключатель qilgan ekan. Yuvayotganda iskra chiqib ketdi shu joyidan. Tok chiqib ketdi. Shuni ochib ko'ramiz. Buni ochish uchun mana 3 ta samolyotni bo'shatamiz. Shurpini. Mana bu ochilmadi bu. Zang bosib qopti. Ochilmasa bu yerga bolgarka boradi. Tepasini qirqish kerak. Bolgarka bilan. Shunda ochiladi. Hozir ko'rsataman. Tepasini qirqdim. Mana yechib oldim. Xo'sh, buni ochish uchun mana bu tomoniga uramiz. Sig'adigan taraf. Mana zazor paydo bo'ldi. Endi ochiladi. Переключатель. Sливning переключатели kuyib ketibdi. Shuni qo'yish kerak. Shuni kley qilish kerak. Zapchas kerak. Zapchasni olib kelib qo'ygandan keyin davom ettiramiz. Yurtdoshlar, mana zapchas qo'ydim. Переключатель. Mana shu erib ketgandi. Simini xuddi o'zinikinday qilib qistirdim. Joy-joyiga qo'ydim. Ishlatib ko'ramiz. Suv solib tozalab ko'ramiz. Mana shu joylar ham chiqib ketgan ekan. Sig'adigan tarafni ham ishlatib turgan. Mana regulyatorni mana shu temirlarni olib tashlaymiz. Buni avval uzatgan payti bu yerga boylab qo'ygan. Shuning uchun yana shunday boylab qo'yamiz. Mana bu yerda prujin bo'ladi. Shu prujinni olib tashlaymiz. Mana shu joyga torttirib boylab qo'yamiz. Mana shunday qilib. Tormoz kolotkani tortib turadi. Bo'lmasa qisib qoladi motor, keyin kuyadi. Prujin. Mana shu joyga boylaymiz. Hozir suv nasosini yechib ko'ramiz. Keyin suv solib ko'ramiz.
Mana ichidan chiqqan shayba chiqdi. Mana shu kirib qolgan. Suv nasosi tiqir-tiqir etib yotgan-ku. Mana shuniki shu. Mana kir mashinani tuzatib bo'ldim. Mana bu klapin joyiga solidon surtib qo'yasizlar, yengil ishlaydi. Mana simni torttirib qo'ydim bu yoqqa. Mana bu joyini moylab qo'yasiz. Yengilgina ishlaydi. Ko'pchilik qotib qolgan bo'ladi, og'ir ishlaydi. Mana bunday solidon bilan, litol bilan moylasangiz bo'ladi. Ochamiz. Mana. Mana shunday qilib moylab qo'yasiz, yengil ishlaydi. Suv solib tekshirib ko'ramiz hozir. Yuvadigan tarafini, sig'adigan tarafini tekshirib ko'raman. Suv chiqmasa hech qayerdan, demak remont bitgan bo'ladi. Suv solamiz. Yuvadigan tarafiga soldim, mana suv chiqmadi hech qayerdan. Teshilgan, sichqon yegan joylari yo'q. To'kamiz. Yana bitta narsa esdan chiqibdi. Bir qiziqarli. Mana u ko'rib turganingizdek, u mana bu joyda mana. Teshiga bor suv ketadigan joyiga. Shu yerga bir nima tiqilib, hozir olib chiqaman. Mana shunday qilib qo'lingizni tiqasiz. Qo'li yetsa. Zo'rga qo'limni tiqdim. Hozir olamiz. Mana naski. E'tiborli bo'lasizlar. Kir yuganda. Mana. Ana shu narsa suv chiqaradigan motorini ichiga ketsa, nasoziga, nasozi aylanmay qolib kuyadi. Hozir shuni suv solib ko'ramiz. Hozir ishlatib ko'rik. Aylanyapti. Sig'adigan tarafiga suv solsangiz, avtomatik o'zi chiqib ketadi. Hech qayerni burash shart emas. Faqatgina yuvadigan tarafini chiqarish uchun sliv tayberni buraysiz, shundagina chiqadi. Xo'sh, bo'ldi.
Remontimiz nihoyasiga yetdi. Kanalimga obuna bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.